Shoshilinglar, zo'r narxda chiqdi. Tayyor yurib turgan ish do'stlar. Mana. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan bir ishxona klinker sexini reklama qilamiz. Qani ketdik. Xuddi uylarga qilinayotgan fasad klinkerimiz do'stlar. Mana juda go'zal. Bunimiz oppoq svetda va bulutli rangi ham bor ekan mana do'stlar. Bu narsamiz quyoshga chiqqanda oppoq bo'ladi, ya'ni yarki bo'lar ekan va jicha qorong'i salqin tushib qolgan paytda jicha tomnilashib rangi jicha o'zgarar ekan. Xo'p do'stlar, mana o'zi mana qarangi ham bor ekan. Xo'p, bu ishxonamiz tayyor joydan tashqari polni mana shu ishxonada ishlanayotgan narsalar sotilar ekan va mana shu tayyor yurib turgan qilingan tovarlari bilan. Xo'p, mana mayallarda so'killarimiz qaliblari bilan tayyor sotilar ekan. Yangi qalib, narada eski qalib klinkerlardagi. Xo'p do'stlar, sizlarga o'ta zo'r narxda shu joyda tayyor sotib olasizlar, ishni boshlasizlar. Xohlasanglar quyishni bilmasanglar, sizlarga tayyor bonus qilib o'rgatib qo'yadi ekan. Ko'ryapsizlar? Tayyor yurib turgan ish. Mana molimiz gazoplovlar, pondi. Mana yana bulutli ranglari mana do'stlar. Ko'ryapsizlar? Juda go'zal, chiroyli ekan. Xo'p do'stlar, va manaqa sariq ranglar. Molimiz pena blok, gazoblok. Gazoblokka mana shu pena blokni bonus qilib qo'shib beradigan sizlarga albatta. Xo'p do'stlar, tayyor ishxona ishlab turgan joy bunimiz. Ikkinchi sort. Xohlasanlar shu turishini olib ketib uylarga qo'ysanglar bo'laveradi. Xohlasanlar xohlagan ranglarga bo'yab olasizlar. Mana do'stlar. Bundan bu yog'ina ikkinchi sort mana. Luboy rangi bo'yab olsanglar ham bo'ladi. Mana shu turishda qo'yib turib, laklab chiroyli qilib ustini qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Albatta. Mana so'killarimizga. Ko'ryapsizlar? Xo'p do'stlar, gaza blokdagi shimolo pena blok bonuslarga. Xo'p, taxminan shu turish joyi polni shu turish joyining narxi o'zi hamma yo'g'i bilan. Xo'p do'stlar, mana suv bochka, istadigan suv bochkalari bilan sizlarga do'stlar. Tayyor shu joy polni sotilishi $25,000. Egasi nomerini tagida opsiyada yozib qoldiraman. Albatta qo'ng'iroq qilib, shoshilinglar, zo'r narxda chiqdi. Tayyor yurib turgan ish do'stlar. Mana. Hozir yana bir ichkari kirib ketyapmiz. Quyayotgan sushilka o'layotgan joyni bir ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, mana sushilka xonasiga quyib quritadigan xonasiga ham kiryapmiz. Usta Hormay. Mana do'stlar, alaykum assalom. Bu yerga kirdik. Bu yerga quyib qo'yibdi. O'sha qurish qatish nimasida. Mana. Va ustakamiz mana shuni quyib, tayyor qilib joyiga olib qo'yapti. Xo'p do'stlar, mana shunaqa issiqqina futbolkada ishlab maza qilib ishni olasizlar. Sizlarga tayyor joyidan tashqari o'sha hamma narsalar tayyor sotilyapti. Sizning adresini tushuntirib o'tayin. Qani, ketdik ko'rsatamiz. Bu yerga ustaxonalar ekan, polni brushatkalar chiqarib turgan joy, bu yerda o'sha klinker, dag'i ustaxonalar, bu yerga reka sotib turgan joylar ekan. Shu yerda girib, nayla girib, narxi xuddi shunday. Olib kirganingizda